Bo'lib to'lashga, ya'ni nasiya savdoga, variantga mashina qidirib yurganlar uchun bizda Gentra avtomobili bo'lib to'lashga nasiyaga sotiladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobkali birinchi pozitsiya. Mashinamizning probegi 107 ming kilometr. Mashina absolyutno toza holatda, texnik holatlari ham zo'r, kuzov absolyutno toza, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Propan оборудованияsi o'rnatilgan. Hop, balonlari deyarli yangi holatda. Mashinani hech qanaqa ishi yo'q. Kuzovda X holati turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham akkuratniy holatda. Bitta chexol taqib olasizlar, polik tashalgan. Rul holatlari yaxshi, pulti bor, video registratori bor. Xo'p, boshiga 2000 yoki 3000 dollar berasizlar, qolganini kelishlarda telefon raqamlarini, egasini raqamini pastda qoldiramiz. Mabodo naqdga oladigan bo'lsanglar, naqdga 7500 dollar. Telefon qilinglar, murojaat qilinglar, tekshirib olinglar mashinani. 2-3 ming pul bilan qolganini 1 yil yoki 2 yilga kelishib olsanglar bo'ladi. Egalarining nomeri pastda bo'ladi.